Bu videoda biza dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biza chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chico'ni ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda, bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqadir qonli bo'ldi. Yaxshi. Onaka. Darknet 6-qism. Klonlarni boshlig'ining o'g'li Pumba. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu yerda ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali svet yondan yo'q. Uchinchisi mana bu keldi. Qanaqadir, mana qara. Ko'rdingmi sen o'zi kadrni? Da. Mana qara. Semiz. Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Saytdan chaqirdik Semiz. Ismi cho'chqamidi, nima edi? Pumba edi, Pumba. Stop. U klon chaqirilmadi-ku bizga. Qanaqasi keladi? Mojid biza chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Men bu qiz bola klonni biza chaqirmagandik-ku. Stop, bitta tundim nechta? 3 ta klonmi? Bu nima bu? Eng qizig'i bo'lmasa do'stlar qaranglar, bu уже Darknet'ning keyingi qismi, ya'ni Darknet 6-qism bo'layotgan bo'ladi. Va agarda sizlar Darknet 6-qismni ko'rish boshlayotgan bo'lsangiz, hoziroq like knopkasini bosib tashlaylik. Chunki sizlar ko'rib turgan aynan mana shu videodan menga 101 mingta like kerak. Va shundan keyin yana Darknet'ning keyingi qismi chiqadi va ikkinchi shart esa hoziroq obuna bo'lishingiz kerak. Agarda sizlar mana shu videodan menga yepengi sveji 22 mingta yangi obunachi olib kelsanglar, men sizlarga Darknet'ning keyingi shartini bajaraman. Shuning uchun albatta o'rtoqlar hoziroq like bosing, obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglarni va obuna bo'lganinglarni menda statistika ko'rsatadi. Shuning uchun ham aynan hozir qilsanglar, men aytganimni qolsalar yo'q shuni bilib olaman. Shuning uchun aytganini qilinglar va endi bo'lmasam bo'ldi. Qara. Endi hozir vaziyatga seriozni qarash kerak. Maqsud, qara. Gambit oxirgi marta ko'rganimda pastda ko'zi oqargan edi, to'g'rimi? Da. Xo'p, ilk qiz bola klon ancha yig'layapti va qarasak o'sha yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gupur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu Semiz ismi Pumba degan klon keldi. Endi nima qilamiz? Mana hozir olsam, eng qizig'i u hozir uyi ichida. Eng qizig'i chimadan ham pastda. Brat, kim? Kim bu? Ben. Sup, kim? Ben tashlab keturlaring meni shunaqa, xo'p? Brat, ana u Semiz klon bilan birga kelib olgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha. Bilan hozir yuzini ham ko'ra olmaymiz. Tashqaridan kameramiz yo'q, bilan. Voy, bilak, zo'r narsa bor menda. Ochgin ishingni. Nima? O'yinchoq menda, jigar. Stop, o'yinchoq otdi. Voy, aytgan shoshma o'yinchoq bilan otaverdi ham. Ko'zni ko'rsin. Все. Hop, kiring, tez kiring. Buni kulmen. Aqaraga. Bu mayli, bu pastiga kim? Men bilmayman, siz chaqirgansiz. Bilet siz emas, okey, biz boy chaqirdik. Sirasi unga urib o'tdi. Mana Gambit deganini qaranglar, haridan kayfiyati zo'r. Mana jigar qara. Men aytdim, qildim. Mana masalan, what the hell? O'yinchoq sanga mana. Hop, qarang, hop. Shunda bu o'yinchoqcha nimadir chiqish kerakmi? Men bu o'yinchoq o'tgan sari yoruvdim, to'g'rimi? Mana shoshmang, mana yirtilgan joy turibdi. Mana yirtilgan o'yinchoqchi nimadir bor. Aytilgan narsa shu? Da. Yo'q. Ko'zmi? Sassiq lekin mana bunaqa narsa. Nima bu? Teshigi ham bor ekan, bu bo'yinga osadigan anaqa menimcha bunday osib qo'yib. Men bunday o'tiradi. Hop, nima qilamiz buni? balki kitobda yordam so'rab ko'rarmiz. Mojid kitob yana bizga mana shunaqa vaziyatlarda yordam berar. Yo, hop, bu qarang, men hozir tushunmayman, bu qanaqadir bu yeydigan narsaga ham o'xshayapti. Qurq emasmi bu? Tipo balkim yeyish kerakdir. Ishlab ko'rchi. Ya, bet. Mana shu Isabella. Ismini baland qirdi, balkim kelib qolmasin. Hop, ana. Ana, aytdim-ku. Stop, hop. Pastda bu haqida yozib qo'yibdi. Buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Buni klonlarda bo'ladigan suyuqlik bilan qo'shsang ish beradi. Hop, qara, hop. Demak, bu qanaqadir muhim tosh. Hop, bu nimaga kerak o'zi tegi? Bu sizni to'g'rilash uchun kerak, bilasiz. Qo'rqitib o'rsan jigar. Ya aka,
Hop, qaysi klonda suv bor ekan endi? Shoshmanglar. Pastdan bu klon hozir bizning tuzog'imizda, to'g'rimi? Mana shu yerdan foydalanib tezroq chiqib olaylik bo'lmasa ani. Hozir o'sha suyuqligim yo'qligi dotdi. Qara lekin, bu katta semiz-ku klon. Shuning uchun ham bitida tashlanamizda, tap olamiz. Cho'ntagida ham qayerdadir o'zi bilan bo'ladi, tushundingizmi? Tez harakat qilsa ulgurmaydi, qilguncha. Ketdingmi, day? Bitta duq bilan. Yo'q! Ketdik. Videoni xuddi mana shu joyda sizlarga juda ham muhim bir savol bermoqchiman. Tasavvur qilinglar. Sizlar Omonxonsizlar, ya'ni men. Va sizlarning oldingizda faqatgina ikkitagina yo'l bor. Birinchisi bu YouTube videolarini yanada ko'paytirib, tezroq o'zim orzu qilgan millionlab obunachilarga erishish. Ikkinchisi esa men yoshligimdan kinolarda ko'rgan va borishni orzu qilgan davlatlarimga tezroq borish, ya'ni sayohat qilish. Qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Va to'g'risi aytsam do'stlar, men hozir juda ham qattiq sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga borgim kelyapti, Parijni ko'rgim kelyapti, Rimga borgim kelyapti. Lekin hozircha men mana shunaqa YouTube videolarini portlatib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish va sizlarga har xil emotsiyalar berish bilan ovoraman. Va aytgancha, agarda sizlar yaqin kunlarda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilinglar. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va bilasizlarmi, nafaqat aviasales.uz dan aviabiletlarni, balkim bemalol o'sha borgan davlatingizdan mehmonxonalarni ham bron qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham aviasales.uz dan foydalaninglar. Men esa yana mana shu YouTube videoga qaytaman. Ketdik bo'lmasam. Yo'q-ku. Men bundan chiqib ketganda-ya. Gambit aka chiqarib yubordingizmi siz? Yo'q. Chiqarib olmadingizmi? Aytganim yo'q. Bular bo'lmasa hozir uyga yashamagan bo'lsa-chi? Bo'lsa uyga qarovlaysan bu yoqqa. Do'stlar, bu klon xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim yo'q. Tom bu yoqda-chi? Hozir Tashlanib qolsa ehtiyot bo'ling, brat. hech kim yo'q bu yerda ham. Okey, omon tepada bo'lsa, demak, значит, tepani qariydi o'zi. Ilish eshitiladi-ku. Menimcha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, do'stlar, qaranglar. Xuddi shu payt men hozir bitta ish qilmoqchiman. Men to'g'risini aytsam, Gambitga ishonmayman umuman. Ayniqsa hozir ham Gambit kelyapti-da. Voy, tosh topib oldim. O'yinchoq nimadir qoldim debdi. Men ishonmayman. Shu men o'ylashim bo'yicha Zibellani o'zi Gambitga o'yinchog'i bergan. Ha? Mana shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun ham men kitob bilan o'yinchog'i Gambitga ko'rsatmasam boshlab berkitaman. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni sotolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Berkitaylik. Qo'rqib ketdim. Uni semizligini ko'rdingizmi? Biz kamerada ko'rsak semiz. Unda paprikol, qara. Ishiga qarang. Brat, Ishiga qarang. Ha? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? O'ylashim bo'yicha tualetdan hech kim kitob qidirmaydi. Все, yopib qo'yamiz. Ana endi esa bolalarga ataylab ko'rsatib, chimadan bekitaman. Oh! brat. Dag'ga Eshikda kimdir qarab turibdi. Menimcha yana qiz bola klon keldi. Nima? Gambit aka o'zingiz gaplashing u bilan. Siz yaxshi Ya kelishasiz. bu qiz bolami? Qaranglar, bolalar. Chiqmang, brat. Ey, kim bu? Boshi klon bu. Ey, qiz chimadanga qarabdi. Xullas, bolalar qaranglar, bolalar. Gambitga yo'q keling, tez keling. Qaranglar, bolalar. Xullas, chimadani mana shu berkitamiz Gambitga. Tushundingizmi? Pastga qo'yib qo'y, bundoq qilib. Ha, shu. Faqat iltimos chimadan shotan hech kim sotmaydi. Yop derazani. Qani? Shu. Yo'q o'zi. Ko'rinmayapti. Nima qani? Yo'q, qolmamchi. Yo'q, ko'rmayapti. Ketgandir, chiqaylik tashqariga. Shoshma. Bu o'sha klon o'zi aniq. Xo'sh. Ey, mana kim o'chirib qo'ydi? Tegmanglar, iltimos. O'zi qorong'i hamma yoq. Mana. Ada. Mana shu klon. Birga bir. Mana buni ko'raylik. Yuzini oldingizmi siz? Ha, oldim. Faqat oynani orqasidan. Qani ko'raylik kadrni. Qattan o'z do'sti, ana o'ynamizni xuddi biz. Derazani taqillatyapti u. Qarang. Qatta u? Mashina og'ziga yotdimi? Da, o'sha yerda. Qatta? Men ko'rmayman. Voy! Yo'q. Brat. Kattaligini qaragin buni, kattaligini qara. Mana tushaylik. Bu klon Pumba 35 ta natijasi bor ekan. 35 ta. Bu eng ko'pi bu. Qaysi klon 35 ta odamni yo'q qilib yuborgan bilasizmi? Bu eng yaxshisi. Bundan yaxshisi bo'lmaydi menimcha. Hop, endi nima qilamiz? Kimda qanaqa g'oya bor? Har doimgidek kontakt qilish bizga yordam bergan, gapga solib ko'rish. Qiz bilan ham boya shunaqa bo'ldi. Gaplashgandan keyin hamma narsa yavnilashdi. Rahmat. Hech kim yo'q? Yo'q. Shu. Bo'ldi, Chiqing Gambit aka. Brat. Mana shu yerda o'tirib turing, o'zingizlar boringlar. Shoshma, nima bu? Men qo'rqaman. Tez chiqaylik. Qayoqqa o'tib ketdi? Bu yoqqa o'tib ketdi, bu yoqqa. Bunaqasiga. Nima bo'pti? Kim qotdi? Davay yaqinlashaylik-chi. Menimcha goblinni o'ldirishga keldi. Qanaqa goblin u? Bizlar uyga kirmoqchi bo'ldi.
Ol. Qani? Ol. Nima qilyapti bu? Ey, kimsan? Yo'g'imma yo'q, brat. Nima qilyapti? Yo'q bilyam. Ey, sen ham chemodonni olib ketmoqchimisan bizdan? Yo'g'imma yo'q. Nima? Semizligini qarang buni. Ya baxshi lekin semiz ekan. Cho'chqami bu? Nima qilyapti? Ha? Brat. Ay bilan! Ay! Qori yeshik yopdim. Boltasi bilan bizani chopib o'rmoqchi bo'ldi-yu bu. Lut. Yutqizdilaring deydimi, ha? Bu bizani izdivatsiya qilyapti bu bor. Yutqizdilaring dedi, ichim shuvullab ketdi. Hop. Biziga nima? Ana. Nima? Ana! Oliyli kadrga. Ey! Derasan yo'q. Brat. Ching. Bolajonlar. Kimsan ey? Ey, menga qara. Yo'qmi, yo'q. Sendagi bolajonlarichi qirsillatib siyib oyoq qo'llarichi sindirib o'ldirgim keladi. Bilasan, qulog'imga shunaqa yoqadiki. Brat. Ket yordam, iltimos. Ey! Menga qarashmaygacha otam meni ushlab o'tirgan edi. Endi hech kim yo'q. Yolg'izmiz. Katta otam deydi. Kim u otang? Katta odam shu qanaqa ota ekan? Otam o'zi sizlarni topadi. Otang? Siz nimaga kelamiz unga? Men chemodanga keldim. Sen? Chemodan. Bizni chiqarib yuboring, prosetlar. Otang omon aka. Qarab turman. Meni boltam Gambit aka. Boltamda. Boltasi? Bolta qanaqa? Yo'qmi yo'q. Mana suyuqlik. Suyuqlik ko'rding? Suyuqlikni ko'rsataman. Amki kirosh kerak. Bular boshqa joyi yo'q. Do'stlar, xullas men hozir mana shkafga kirib oldim. Xullas, bular juda tor lekin. Bu paytda bolalar tashqariga qarab qochib ketishdi va hovlidagi hojatxonaga yashirinib olishdi. Haydi, bolakayı topamiz. Hoş geldin. Kimdir ki attı? Tuk. Öldüm hele. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Do'stlar, nima bu? Shu qo'y. Yo'q, hech kim. Do'stlar, shu qo'rqib ketaman. Darsi nima qilish kerakligini tushunmayman. U qanaqasiga derazadan kirib keldi bu yoqqa. Eng qiziq hozir operatorga kamerani berish kerak. Ko'rinmasa qayoqqa ketdi? Do'stlar, bu klon meni tashlab ko'chaga chiqib ketdi. Eng qizig'i, bolalar ko'chada yordam berish kerak. Boltasini ko'rdingizmi? Bu bizlardan nima holatda? Bizani yomon adrenalin olmadi. Bolalar qani? Qani? Yashin. Qara. Bekimaca bo'lsa, bekimaca. Nega tutmasam yomon bo'ladi, bolakay. Men tushunmayman nima qilish.
Bolani oldi ikki to'rtta nimadir qilish kerak hozir. Boltasi bilan sindirib kir. Hech kim yo'q bu yoqda. Ket. Ushni chalishini qara. Yo'q, qo'ptaligini qara. Yo'q. Ey! Mana kitoblandi. Mana semiz ke? Semiz? Ha? Men o'zing bilmaysanmi semizligini? Xalasga orimiz. Bu вообще g'alati klonmi? Nima bu? Qara, nima qotdi bu? Jahon chiqdi.